Ay, meni davlinam ko'tariladi. Ey, dori ichsam tushmaydi. Shuni bir ur, davlinam tushadi. Rosta kamiga ur, bir devorga boshlarini olib borib, gurs etib ursin. Voy, sahrlarim ham tushib ketadi. Bendagi girjam ham osilganlar. Qo'ying, oyijon. Onajon, men uylanish avvaldan va'da berganman. Hech qachon ko'zlaringizdan achchiq ko'z yosh chiqmaydi deganman. Sizlamaying. O'chiring. Erkak kishi ham xotinini sizlaydimi? Ye? Bir meni otangga o'xshagan bir qattiq qo'l bo'l. Yo'q. Otam badjahldilar, onamni sinmagan joylari yo'q. Hada. Travmatologiyagilar tanish bo'lib ketgan. Hada. Shoxi bormi buni? Kaltak yesin, bir joylari sinsin, ko'zi ko'karsin. Men bu dunyoda bir yaxshilik ko'rib o'lay. Erkak zoti ayolini bir ikki shapot urmasa, u erkak emas, bolam. Ertaga el malomat qiladi. Elga chiqib kim aytadi? Ovozi chiqadi, bu ham tirik jon. Og'zini yostiqqa qoplab ur. Oyijon, siz qonun qoidalarni bilmas ekansiz. Ursa bir qamalasiz. Ana. Astag'firulloh, tavba qildim ey. Biz shunaqa ayollarni hurmat qiladigan jamiyatda yashayapmiz biz. Qaynonasiga vaqtida choy damlab bermagan, ovqatini qilib bermagan, kirini yuvmagan, mehmon kelsa yuzini yoriq qilib oldiga bir kosa sho'rva qo'ymagan kelinda urmay nima qilish kerak? Yo shunday kelinlarga bir jazo o'ylab topilsa bo'lmasa. Voy, menga qolsa barru shu o'g'illariga urdiradigan qaynonalarim bir umrbod qamalib ketsa, juda yaxshi bo'lardi. Hey! Yiqitchi. Urmang, onajon, urmang. O'rtaga tushma nomard.